Biorevitalizatsiya protsedurasini asosan 30 yoshdan keyin tavsiya qilamiz. Nima qilib beradi bu muolaja bizga? Terimizni chuqur namlantirib beradi, terini ozgina pigmentatsiyalarni ochartiradi, terimiz tabiiy yaltirashni boshlaydi. Qancha muddatda qanaqa olishimiz kerak bu protsedurani? 1 oyda 1 marta, ketma-ket 2-3 marta olib tursak, foydasi 6-8 oygacha yetishi mumkin. Bu patsientimizga bugun tarkibida asosiy tarkibi gialuron kislotasi bo'lgan biorevitalizant preparatini ishlatamiz. Bularga achok berib yubormaydi, morfotiplariga mos tushadi. Patsientimizga biorevitalizatsiya protsedurasini o'tkazdik. Terilarida nima o'zgarishlar bo'ladi? Yuzlari tabiiy yaltirashni boshlaydi, pigmentatsiyalar nisbatan ocharadi va terini sifati yaxshilanadi. Agar siz ham ushbu muolajamizga yozilmoqchi bo'lsangiz, bizga direct orqali murojaat qiling.